Taş Qululu'nun hikayesi. Burunning burunusida taş dölüdide bir taş qululu yaşaydikan. Bu taş qululuning Taşqan deydigan bir adishi bar ekan. Taş qululu bek asta, Taşqan bek tez mangadikan. Taş qululuning mu uningga o'xshash yugurek bo'lg'usi bar ekan. Shuning bilan u darhol Dana Toshbaqining yiniga berib, "Meningmi Toshqandek yugurek bo'lg'um bor, qanday qilishim kerak?" deb so'rabdi. Dana Toshbaqa, "Buning javobini Toshqal'adagi 3 bulung tosh biladi. Lekin bu Toshqal'a bekli yiroq yerda" deb javob beribdi. Taş qululu orzusiga yetish uchun qat'iy niyatga kelib yo'lga chiqibdi. Asta mangsumu chidab mengibdi. Lekin bu yo'l mo'lcherdan uzun ekan. Uning ustiga o'zi bekli asta mangadi ekan. Bir mezgil mangandan keyin zerikib, mangan yo'lining atrofini kuzatishga boshlabdi. Taş qululu yo'l bo'yi burun hech ko'rib boqmagan xil-xil rangarang toshlarni ko'ribdi. O bek ostimangsumu bu safarning huzurini sürüp her bir taşni qiziqish va hayajon bilan tafsili kuzatib mengibdi. Taş qululu oxiri Toshqal'aning yiniga kelibdi. Toshqal'a shunchalik egiz ekanki, uning cho'qqisini ko'rgil bo'lmaydi ekan. Taş qululu Toshqal'aning egizligidan ozroq qo'rqqan bo'lsa-mu, yanada bo'shashmay uning ustiga chiqishni yetkazdi va asta yomishishga boshlabdi. Taş qululu Toshqal'aning cho'qqisiga yiqilishibdi-da, bulutlarni tunji qitim bunchalar yaqindan ko'rgach bir oz aram olibdi. Andin yana yomishib, oxiri cho'qqiga yetib beribdi va atrofga qarabdi. U cho'qqida turib 3 bulung toshni topolmay huduqib, "3 bulung tosh, qiynisan, shuncha uzun yo'lni bekor mangdimmi?" deb varqirashga boshlabdi. Dal shu vaqtda, "Hey, mening ustimda nima ish qilyapsan?" degan ovoz anglanibdi. Taş qululu hayron bo'lib, "Ha, men seni izlayotdim. Toshqan odishimga o'xshash ittik mangdigan bo'lg'um bor. Menga yordam qila olasanmi?" debdi. "Avval menga yo'lda ko'rganlaringni so'zlab bergin", debdi 3 bulung tosh. Taş qululu yo'lda ko'rgan har xil shakldagi rangarang toshlarni bir-birlab so'zlab beribdi. Yo'l bo'yi shuncha ko'p narsalarni ko'rganligini eslab hayron qopdi va o'zining ko'rgan bilganlarini boshqalarga so'zlab berishni yoqtirib qopdi. 3 bulung tosh, "Agar teximi ittik mangan bo'lsang, bu har xil shakldagi rangarang toshlarni ko'rolmagan bo'larding, shundaqmi?" deb so'rabdi. Taş qululu, "Shundoq" deb javob beribdi. 3 bulung tosh yana, "Undaqda yanada yuguruk bo'lg'ing bormi?" deb so'rabdi. Sizchi Taş qululu bu savolga qanday javob bergandi?